Assalomu alaykum, Drive Stash YouTube kanali hurmatli obunachilari. Bugun obzorimizga absolutni yangi bo'lgan Zikr 9X mashinasini oq rangdan obzorimizga olib kelib qo'ydik. Mashina hamma o'sha full opsiyalar qo'shilgan, ikkita monitor, 70 kilovatli, undan tashqari o'sha sidenalar aylanadigan hamma do'p opsiyalari qo'shilgan variant hisoblanadi. Mashinamizda nalichida oq, qora, mokriy hamda nardigray ranglardan nalichida tayyor. Bir kun ichida o'zingizlar nomingizga xarid qilib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Mashinani narxini aytishimizdan oldin videoga like bosib qo'yinglar. Mashinani 108 ming baholadik. Kelsanglar yana ustida gaplashib, savdosini qilsa bo'ladi. Mashinani 100% to'lov qilib olib chiqib ketishga yetmaydiganlar uchun boshlang'ich 40% to'lab 1 yildan 5 yilgacha shu bank orqali ham xarid qilishsa bo'ladi. Undan tashqari перечисление yo'llari ham bor. O'zingizlarda nasiya savdoga qilib beradigan variantlari bo'ladigan bo'lsa, nasiya savdoga ham gaplashaveramiz. Hop, mashinani texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, kapotimiz ostida 2 litrli turbina motor joylashgan. Bu motor parallelniy bo'lib ishlamaydi, последовательный bo'lib ishlaydi. Ya'ni batareyka ketkizgan zaryadni vastonamid qilib beradi. Batareykani hisobiga yuradi mashina va zaryad ketgan paytda bu yoqda motor benzin yoqib, ketkizgan zaryadini o'rnini qoplab to'ldirib beradi. Hop. Mashinamizda 4 ta vidushi, 4 tala baloni ham tortadi. Bunda 3 ta motor bor, bitta DVS motor plus 2 ta elektromotor bilan jihozlangan. Mashinamizda 22-razmerdagi diska balonlar bilan jihozlangan Brembo tormoz sistemasi bo'ladi, ventilyatsionni. Xullas full opsiyada faralarning o'zida ham ancha-muncha narsa bor. Farasi ham adaptivniy bo'ladi, ya'ni zavod qilganingizda tepaga pastga qimillaydi. Yurayotgan paytingizda bu yo'l tomondagi odamga chap tomoningizdan mashina kelayotgan bo'lsa, ko'ziga tushmasligi uchun fari o'zini yorug'ligini ham kamaytirib beradi. O'zida zavodskoy elektronnik paroglar bor. Mashinada общий hisobda 13 ta kamerasi bor. Mana yonini o'zida kriloda bitta kamera, bokovoy orqa qismida bitta kamera, 360 kameraga ishlab beradi. Bu yonidagi kameralar, hop, bunisi основной distansionniy avtoparkovkaga ishlab beradigan bo'lsa, mana bu kamerasi Face IDga ulangan bo'ladi. Ya'ni siz uxlab qolgan paytingizda polasa udержанияda mashina ketayotganda, mashinani polasada xavfsiz ketishiga yordam beradi. Slipoy zonamiz bor, eshiklari o'zi ochib beradi. Bundan tashqari mana hamma bu yoqdagi fizический knopkalar saqlanib qolgan. Hozirgi ko'p Xitoy mashinalarida mana bu основной fizический knopkalarni olib tashlab minimalizm qilib hamma narsani ekranni o'ziga, ya'ni multimediani o'ziga qo'yib qo'yishadi, lekin bu yoqda hamma fizический knopkalari bor. Sidenani shu yerdan ligrovka qilsanglar bo'ladi. Tepaga, pastga hamma narsasini shu yerdan ligrovka qilasizlar. Atamankalarni ham shu yerdan ligrovka qilsa bo'ladi. Xo'p, sidena podogrev, sidena obduv, sidena massaj, pamять sidenalar bor. Mashinani eshigini yopish uchun bu knopkani bossanglar ham yopiladi yoki oldida o'tirib tormoz bossanglar ham eshigi yopilib beradi. Undan tashqari mashinada mana eshigi ochilib berishi bilan birgalikda mashinani ham eshigini qattiq kuch bilan itaradigan bo'lsak, mashinani eshigi qattiq yopilmaydi. Shu narsasini o'zi ham mana shu ultra komplektatsiyasida do'p opsiya qilib qo'shilgan. Bu yoqda rullari elektronniy bo'ladi. Kattakon head-up display bor. Bu yoqda bemalol siz hamma narsani yoningizdan kelayotgan mashina necha tezlikda ketyapsiz, hammasini bu yoqdan ko'rib ketsangiz bo'ladi. Face ID bor. Xo'p, rulimizda 360 gradus kameraga kirsak bo'ladi, multimediani boshqarsak bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda 17.3 dyumli, ya'ni 2 tali va o'rtasidan razdelniy ajratilgan monitorimiz bor. Bu monitorimizdan hamma o'sha o'zini funksiyalarini, parogini kirgizib chiqazishlarigacha, eshiklarni yopishlarigacha hamma funksiyalarni shu yerdan ishlatsa ham bo'ladi. 2 tali беспроводной zaryadka bor. Zaryadkani pastida bu yoqda охлажденияsi bor. Bu yoqda fizический knopkalar tashlab ketilgan, avtospusk, undan tashqari mashina pnevma podveskalari, bu yoqda ham klimatni kontrol, o'sha konditsionerniki, avarinka mashinaniki, o'sha bagajniki, hamma narsalari o'sha fizический knopkalar o'sha premium sifatida qilib bu yoqga tashlab ketilgan, ya'ni hamma narsani ekranning o'ziga qo'yib qo'yishmagan. Bundan tashqari bu yoqda kattakon podstakannik qo'yish uchun joyimiz bor. Bu yoqda o'zini pultlari, mashinaning o'zining ichiga chiqadigan pulti, o'zining Zikr logotiplari bilan. Bundan tashqari, hop, bu yoqdagi barimizda USB larimiz bor. Bar ichi ham ko'rayotgan bo'lsanglar, takoy qora materialda chiroyli qilib premium sifatida ishlab chiqarilgan. Mashinada общий hisobda
20 bitta kolonka bor deb ko'rdim xarakteristikasida. Bir xil xarakteristikasida 32 ta deb ko'rsatilgan. Qaysi biri to'g'ri bo'lsa, biladigan bo'lsanglar yozib yuboringlar. Hop. Buni eng qiziq tomoni bu mashinalarda ikkinchi qator, ya'ni eng основной komfort ikkinchi qatorda bo'ladi. Основной komfort ikkinchi qatorda bo'ladigan mashinalarni kuzov tomonidan ham bilsa bo'ladi. Ya'ni komfort ikkinchi qatorda ko'p bo'ladigan mashinalarda orqa eshik oldi eshigiga nisbatan kattaroq bo'ladi. Ya'ni razmeri ancha katta bo'ladi oldi eshigiga nisbatan. Hop, ikkinchi qatorda sideniya ligirovkalari sidenani o'zini bu chap yon qismiga qo'yilgan. Shu yerda o'zidan sideniya ligirovka qilsa bo'ladi. Undan tashqari bu yoq tomonida o'ng tomonda bo'ladigan bo'lsa, o'ng tomonda masalan nolovoy gravitatsiya, sideniya pamять, undan tashqari bu yerda ham abduf, abagrev, massaj, xullas hamma navorotlar bor. Mana bu yerda telefon qo'yish uchun karmashkalari ham tashlab ketilgan. Udobniy turadi telefoninglar. Bu yoqda hop, xolodilniklarimiz bor. 50 gradusgacha isitib beradi undan tashqari -5 gacha sovutib beradi. Bu yoqda o'zini televizorlari bor. Bu televizor yonida mana kameralar joylashgan, ya'ni orqa qatorni ko'rish uchun bu yoqda mana kamerasi bor. Undan tashqari bu televizorni yurg'izsa ham bo'ladi. Televizorni yurg'izsa bo'ladi, ya'ni siz ikkinchi qatorda o'tirib televizor ko'rmaydigan bo'lsangiz, orqada o'tirayotgan farzandlaringiz uchun televizor ko'rib ketish uchun bu televizorni yo orqaroqgacha yurg'izib qo'yib bersanglar bo'ladi. Hop, orqada o'tirib, bunga cho'zilib bosib o'tirmaysizlar. Bu yoq tomonda o'zida knopkasi bor. Shuni bitta bosadigan bo'lsangiz, eshik yopiladi. Qo'l tegadigan bo'lsa, o'zi to'xtaydi. Undan tashqari mana bu yoqda karmashkalari bor. 4 tali eshikda bemalol takoy dollarlarni solib qo'yib, переговорlarga ketsanglar bo'ladi. Naim kolonkalari bilan jihozlangan, kачествоsi juda ham bomba. Ortiqcha tasvirlab o'tirish shart emas. Bemalol o'zingizlar kelib, ko'rib, o'tirib kolonkalarni eshitib ko'rsanglar, sifati yaxshiligiga ishonchingiz komil bo'ladi. Xo'p, mashinamizni orqa qatori, ya'ni 3-qatoriga keladigan bo'lsak, 3-qatori katta yoshli bolalar uchun ham o'tirib ketsa bo'ladi, lekin ozgina torroq. Bu aslida 12 yoshgacha bo'lgan bolalar o'tirsa yaxshi. Undan tashqari orqa sidenasida ham podogrev, podstakanniklari bor. Orqa sidenada 3-qatorda o'tirib, oldindagi ham 2-qatordagi sidenani boshqarsa ham bo'ladi. Mashinamizni benzin baki 60 litrgacha bo'ladi. Общий zapas xod 1165 litrgacha zapas xod berilgan. Mashinani bir qator razmerlarini aytib o'tib ketamiz. Mashinamizning razmeri, uzunligi, общий uzunligi 5239 mm, mashinaning kengligi, ya'ni eniga 2029 mm, balandligiga keladigan bo'lsak 1819 mm. Ikkita balon orasi kolesniy bazasi 3169 mm bo'ladi. Orqa bagajnigi razdelniy ochilib beradi. Orqa bagajlari ham ancha katta. O'zida заводской bu yoqda yastovchalari, bularni qo'yib olib bemalol bo'yinlarni og'ritmasdan uzoq yo'llarga ham, shahar ichida ham harakatlansa bo'ladi. Mana bu knopkani bitta bosadigan bo'lsa, ikkalasi birga yopilib beradi. Xo'p, bagajni orqa tomonini o'zida mana bu yoqni o'zida ham даже bitta, ikkita, 3ta kameralari bor. Bunisi Broadwayga ishlab bersa, bittasi 360 uchun ishlaydi. Bitta kamerasi nimaga ishlashini topa olmadim xarakteristikasida. Xo'p, orqa bagajni o'zidan bu yoq sidenalarni ligirovka qilsa bo'lar ekan. Ya'ni mana 3-qatori sidenasi bo'ladigan bo'lsa, mana bagajni o'zidan bossa sidenalari oldiga, orqaga yurib beryapti. Undan tashqari pnevmo podveskalarni ham ishlatsa bo'ladi, shu yerda o'zidan turib. 2-qatorda sidenasini ham shu yerdan ligirovka qilsa bo'ladi. Mashinamizni nalichiyda tayyor, kelib ko'rib, tanishib, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Asosiy ma'lumotlarni berib o'tdik. Xo'p, yana qanaqadir qo'shimcha savollari bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozadigan bo'lsanglar, batafsil boshqa savollarga ham javob berib o'tamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, xudo xolasa ishlarni tez va oson bitirib beramiz. Bizning manzil o'zgarishdan keverishda, o'zgarishdan Sergeliga kirib keverishda o'ng qo'lda joylashgan Car Hunter avtosaloni navigatorda Navruz 9 bo'lib chiqadi.